Oshimiz qizidi. Hozir go'shtlarni tashlaymiz. Mana muhtaram azizlar, oshimiz qaynayapti. Endi bu yerda hozir sovuqda tutunda biroz ko'rinish qiyin bo'lyapti. Ammo lekin mana bu oshimiz xudo xolasa yana bir yarim soatdan keyin guruch solamiz, xudo xohlasa. Mana guruchimizni sovordik. Endi xudo xolasa bitta aylantirib olsak bo'ldi. Asli tayyor bo'lib qoladi.